Xo'p, 2026-yil 6-iyun Namangan viloyati Pop tumani Xitoy paxta navlarida ham albatta o'rgamchakkana jiddiy zarar beradi. Ko'p hozir shunday tushunchalar mavjudki, nimaga zarar kunandaligi chidamli yo'q. Asosan BTN geni kiritilgani uchun qisman ko'sak qurtiga, ya'ni g'o'za tunlamiga chidamliligi bor, lekin qolgan zarar kunandalar jiddiy zarar beradi. Chira, trips, o'rgamchakkana, qandalalar hammasi zarar beradi. Mana keling, mana shu dalamiz shu turishda hozir o'rgamchakkanani zararini ko'rsatib beramiz. Mana barglarimizni ko'rib turibsiz, o'rgamchakkanani zararini. Mana shu holatda o'rgamchakkanamiz zarar berib turibdi mana. Barik holatlarimizga e'tibor bering, barchasi o'rgamchakkanamiz mana shu holatdagi zararini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Shunda barik o'zi aytadi, qanaqa holatda, ya'ni o'rgamchakkana tushganda mana xuddi tripsga zarariga o'xshab ko'rinish beradi, lekin ozgina farqi shundaki, asosan bunda o'rgamchakkana tushganda mana bu barikka o'rta qismi mana ko'rinib turibdi. Mana shu o'rta qismi sekin sarg'ayib orqaga qaytishni boshlaydi. Va buni sekingina ochib qarasangiz, mana o'rgamchakkanani ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mana shu holatda mana markaziy sentralni o'qni, barikda markaziy sentralni o'rtadagi o'q atrofida ko'proq tushadi. Nisbatan yirik paxta bariklarida ko'proq chekka qismdan o'rta qismga qarab tarqalib boradi.